Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Bu shukr tartasib aka. Bu jegani aka, satqani u. Satqani da. Bu qancha qap terdingiz aka? Hozir 2 qap, 3 qap hozir. Daha terib tushib vallahi. Buni qanchadan satdingizlar aka? 5 olsun 20 so'm. Siz qayoqdan keldingiz aka bu yoqqa? Javotdan. Mehmon akasingizda aka. Yaxshi. Bu qancha kun bo'ldi boshlaganingizga? 3 kun bo'ldi. 3 kun bo'lib qoldi bu. Kunda qancha tavotasan o'shanda? Bir apar satqanimiz Raskotdan sirtqari 3000, 3500 bo'ldi. Yaxshi ekanda. Bu qachon bo'ladi ekan bu sezoni? Buni hozir qarasangiz, hozir jashlari bor, cho'ng ellik hozir. Buna chukurimdan da bo'ladi ekan. Bundan o'sat ekan. Bu mayda ekanda. Hozir bu bor mayda. Bundan o'sat ekanda chukuri. Yaxshi. Daha bir 20 gün barda. Buna jalbiraqlarni olib qo'yib bundan-ku. Olib qo'yamiz buni jalbiraqlarni. Bunda sochib qo'yamiz. Yaxshi. Atınız kim bo'ladi aka? Tinchlik bo'ldi. Tinchlik. Ema Jalotning qaysi yerdan bo'lasiz? Taygarayevdan. Taygarayevda o'smaydi bu la. Taygarev yo'q, Sharg'arayevda, Oljoqda yo'q, bormi to'lirdi. Yaxshi. Oljoqda erta o'sgan uchun o'sha yoqqa keldik. Yaxshi aka. Taygareevdan bo'lsa. Bizda o'sha mehmon keldilar bu yoqqa kichkina es olib bir rodaga. Bu yoqda yaxshi, вообще son ekanda bir rodasi. Oljoqda neft chiqadi. Shu bunday neftni skvajinalar bor ekan bu yoqda, kachalkalar. Gelip şirke gelip çukurutayıp sen o da bir 10 gün 15-20 gün vakit var da bir ayda işte. Onlar ösüle kaldı. Bir karış bol kaldı değil mi? Ta kichine ösetti da. Bu uruk qo'xshagan nesi ne olsun ne oturganı? Bilmedi bot olur ne şunayda botta. Bunun şunun hem şirin bot. Ansımya qimmat bo'ladi. Bunun şu 3 tugunu 10 so'mdan satamiz. 3 tugun 10 so'mdan. Al şirin bo'ladi ekandan da. Yaxshi. Kelib ketkilar do'stlar buni. Tinchlik aka men tanishtirib bu yerdan Dastavka şarın içine dastavka qilamiz. reklama qilib qo'yganda ekan men.